O'zbekistonda vodiysda bo'lsa, Xitoyda prosta tupur-tur damini berib yurishyapti ekan. Nima deydi xohlasangiz, smart katyolar endi o'zimizda bo'ladi bo'lsa, mana shu knopka orqali bitta yoqida xohlasa o'zi yonadi, bitta izida xohlasa o'zi o'chiradigan aqlli katyolarni ishlab chiqarishyapti ekan do'stlar. Mana shu bir dona telefon orqali do'stlar necha pulli rasxod qilyapti, qancha tok ketyapti, xoningiz harorati necha bo'ladi. Xohlasangiz do'stlar ertalab 6 dan 10 gacha boshqacha harorat, 10 dan boshlab turib 12 gacha umuman boshqacha harorat. Eng asosiy ana masofa bo'ladigan bo'lsa, endi qishda kiyim oldi, tashqari chiqishda hojat yo'q. Bitta telefon orqali regulировка qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Do'stlar, ichlari 3 li, tashqarilari 4 li bo'ladi. Eng asosiysi mana bu joyi, asosiy yonidagi joyi chugunli bo'ladi. Shuning uchun bemalol 10 yilgacha garantiya berishadi do'stlar. Va zo'r tomon do'stlar, katta ko'mirlarga tiqilib qoladigan bo'lsa, shininglar baqot, motori ham anchagina katta bo'ladi. Ya'ni 6 sekund orqaga qaytarib o'zana qiladi. Mabodo u bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu yerda toshqo'rg'on rejim bor. Bitta izidamiz yana maydalatib chiqarib yuboradigandan bo'ladi do'stlar. Bularda eng arzoni 100 kvadrat metrdan boshlab ag'i yuqoriga ketadi, 699 dollardan boshlanadi do'stlar. Ag'i yuqoriga ketadi. Eng zo'r tomon do'stlar, nam havoda chiqarib o'tirib, ya'ni yutmaydigandan bo'ladi. Mana bu tomondan tushib ketadigandan bo'ladi. Narxlari keladigan bo'lsa 699 dollardan boshlab ketaveradi. O'zbekiston bo'ladi. Dastlabki faqat kelishgan holatda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, 3-4 paytsalar mutlaqo dastlabkilar bepul bo'ladi. Eng asosiy soqqani bos kanaldan oldim deydigan bo'lsa, har juma kuni $50 sizlarga chegirma qilib berishadi har bir donasidan.